Kek quritish mashinasidagi ushbu filtrlarni qanday qilib tozalash kerak? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Mashtavrda ikki xil filtrlar mavjud bo'ladi. Ichki va tashqi filtrlarimiz. Ushbu filtrlarni albatta ayniqsa ushbu ichki filtrini har bitta kek quritishda boshlashdan oldin tekshirishimiz kerak. Keklarni qurib bo'lgandan keyin esa albatta tozalashimiz shart. Buni tozalash uchun mana buni tortish orqali ochamiz. Ko'rishingiz mumkin, har xil shunday changlar, tuklar va har xil narsalar ilashgan bo'lishligi mumkin. Bularni albatta tozalashib o'tishimiz shart. Bularni tozalaganimizdan so'ng yoki pilisos yordamida yoki iliq suvda yuving va 100% qurishiga hosil qiling. Quritishda esa hech qanday batareyalarning ustida quritmang. Aks holda deformatsiyaga uchrash orqali o'z shaklini yo'qotishligi mumkin. Va ushbu filtrlarni qurigandan keyin nam holatda emas, 100% qurigandan so'ng xuddi shu tarzda to'liq yoping. Ochiq qolgan holatda umuman foydalanish mumkin emas. Va har 5-10 marta foydalanganimizdan so'ng ushbu tashqi filtrni ham ichiga changlar to'planishligi mumkin. Buni albatta tozalashimiz kerak bo'ladi. Buni chang holatiga qarab 5-10 martada tozalash tavsiya etiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozircha changimiz yo'q. Va buni tozalaganimizdan so'ng ham albatta to'liq yopishlikka, to'liq yopganligingizga ishonch hosil qiling va to'liq joylashtiring. Ichiga agar nam holatda solib qo'yadigan bo'lsak, nimaga olib keladi? Ichki barabanimiz juda ham noxushliklar bo'lishligiga olib kelishligi mumkin. Albatta tozalashga e'tibor bering. Eslab qoling, filtrlarni tozalash 1 daqiqa, ammo natija esa juda ham katta.